Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 avgustdan pensiyalar yana oshirilishi, ya'ni yil davomida ikkinchi indeksatsiya masalasi. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, nogironlik pensiyasi oluvchilarga, o'quvchisini yo'qotgan oilalarga, nafaqa oluvchilarga, yaqinlari pensiyada bo'lgan farzandlarga ham bevosita tegishli. Chunki pensiya oshsa, oilaning oylik xarajati, dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov, qarz va kredit masalalariga ham ta'sir qiladi. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, endi nima o'zgaradi? Kimlar ko'proq foyda ko'radi? Kimlar hujjatini tekshirtirishi kerak? Qaysi xatolardan ehtiyot bo'lish lozim? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim pensionerlar oshirilgan pulni avtomatik oladi. Ayrimlar esa hujjatidagi xato sababli kamroq olishi yoki umuman qayta hisob-kitobdan chetda qolishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday muhim ijtimoiy yangiliklarni sodda qilib tushuntirib boraman. Pensiya indeksatsiyasi deganda nimani tushunamiz? Men buni oddiy qilib aytaman. Indeksatsiya bu pensiya va nafaqalarning narxlar oshishi, yashash xarajatlari ko'payishi, iqtisodiy sharoit o'zgarishi sababli qayta ko'rib chiqishdir. Ya'ni davlat pensionerning qo'liga tushayotgan pul avvalgidek qiymatga ega bo'lib qolishi uchun pensiyani oshiradi. Masalan, yil boshida 1.200.000 so'm pensiya olayotgan odam bozordan ma'lum miqdorda mahsulot olgan bo'lsa, bir necha oy o'tib narxlar ko'tarilgani uchun o'sha pulga kamroq mahsulot olishi mumkin. Indeksatsiyaning ma'nosi shu yo'qotishni qisman qoplashdir. Avval ko'pchilik pensiya yiliga bir marta oshiriladi. Keyingi yilgacha kutish kerak deb o'ylardi. Amalda esa iqtisodiy vaziyatga qarab yil davomida qo'shimcha oshirish ham bo'lishi mumkin. Mana hozir gap ketayotgan ikkinchi indeksatsiya ham aynan shu jihati bilan muhim. Agar pensiya birinchi marta yil boshida yoki bahor oylarida oshirilgan bo'lsa, 1 avgustdan keyingi oshirish pensionerlar uchun qo'shimcha yengillik bo'ladi. Bu yerda eng muhim narsa shuki, oshirish hamma uchun bir xil pul miqdorida sezilmasligi mumkin. Kimning pensiyasi yuqoriroq bo'lsa, foizli oshirishda uning qo'shimcha summasi ham kattaroq bo'ladi. Kim minimal pensiya yoki ijtimoiy nafaqa olayotgan bo'lsa, ular uchun alohida minimal kafolatlar muhim bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, pensiya oshdi degan xabarni eshitganingizda faqat sarlavhaga qaramang, o'zingizning pensiya turini, tayinlangan summangizni, tajingizni, imtiyozingizni va hujjatlaringiz holatini tekshiring. Avval ko'p pensionerlar pensiya miqdorini faqat bank kartasiga pul tushganda bilardi. Ya'ni shu oy nega ko'proq tushdi? Nega qo'shnimga ko'proq, menga kamroq tushdi? degan savollar juda ko'p bo'lardi. Sababi pensiya hisob-kitobi bir nechta omilga bog'liq. Ish staji, ish haqi, pensiya turi, qo'shimcha ustamalar, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati, yoshga doir pensiya, alohida xizmatlar, urush yoki mehnat fronti imtiyozlari, parvarish puli kabi jihatlar hisobga olinadi. Endi 2 avgustda indeksatsiya bo'lsa, o'zgarish shundaki, pensiya tayinlangan bazaviy miqdorlar va ayrim nafaqa turlari qayta ko'rib chiqiladi. Bu degani, pensiya tizimida elektron hisobda turgan odamlar uchun ko'p hollarda avtomatik qayta hisoblash amalga oshiriladi. Ya'ni har bir pensioner alohida ariza yozib yurishi shart bo'lmasligi mumkin. Lekin bu hammani bexavotir o'tiraversin degani emas. Chunki avtomatik tizim faqat mavjud ma'lumotlarga tayangan holda hisoblaydi. Agar mavjud ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, natija ham noto'g'ri chiqishi mumkin. Masalan, bir inson 30 yil ishlagan, lekin elektron bazada uning faqat 24 yillik staji ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Yoki eski korxona yopilgan. Arxiv hujjatlari topshirilmagan, ish haqi ma'lumotnomasi pensiya ishiga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda indeksatsiya bo'lganda ham pensiya o'sha noto'g'ri bazadan oshadi. Bu esa odam o'ziga tegishli pulni to'liq olmayapti degani. Men buni aniq guruhlarga ajratib tushuntiraman. Birinchi guruh yoshga doir pensiya oluvchilar. Bu eng katta toifa. Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, 1 avgustdan indeksatsiya qilingan pensiya miqdori sizga ham taalluqli bo'lishi mumkin. Bu yerda stajingiz, oldingi ish haqingiz va tayinlangan pensiya bazangiz asos bo'ladi. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda nogironlik guruhi, mehnat faoliyati bo'lgan yoki bo'lmagan holat, tibbiy xulosa, qayta ko'rik muddati muhim. Masalan, birinchi guruh nogironligi bo'lgan inson bilan uchinchi guruh nogironligi bo'lgan insonning to'lovlari bir xil bo'lmasligi mumkin. Agar pensiya foiz asosida oshirilsa, har birining qo'shimcha summasi ham turlicha bo'ladi.
Uchinchi guruh o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi oilalar. Bu ayniqsa farzandlari bor oilalar uchun muhim. Agar bir oilada 2 nafar voyaga yetmagan farzand bo'lsa va ular o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsa, indeksatsiyadan keyin oila byudjetiga qo'shimcha pul kiradi. Bu pul kichikdek tuyulishi mumkin, lekin maktab formasi, daftar, dori, transport, oziq-ovqat uchun katta yordam bo'ladi. 4-guruh ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Hamma ham to'liq mehnat staji bilan pensiyaga chiqmaydi. Ayrim odamlar yetarli staj bo'lmagani uchun ijtimoiy nafaqa oladi. Ular uchun minimal to'lovlar oshirilishi juda muhim. Chunki bunday oilalarda ko'pincha daromad manbai cheklangan bo'ladi. 5-guruh qo'shimcha ustamalar oluvchilar. Masalan, parvarishga muhtoj shaxslar, alohida toifadagi pensionerlar. Xizmatlari uchun ustama belgilangan insonlar bo'lishi mumkin. Bu yerda indeksatsiya hamma ustamalarga bir xil qo'llanadimi yoki faqat asosiy pensiya qismiga qo'llanadimi? Buni albatta rasmiy hisob varaqadan tekshirish kerak. Endi men sizga oddiy misollar bilan tushuntiraman. Tasavvur qilaylik, bir pensioner hozir 1.500.000 so'm pensiya olyapti. Agar indeksatsiya natijasida uning pensiyasi masalan 10% ga oshirilsa, qo'shimcha 1.5 ming so'm qo'shiladi va yangi pensiya 1.750.000 so'm bo'ladi. Bu oyga 1.5 ming so'm, yilning qolgan 5 oyida esa 7.5 ming so'm qo'shimcha daromad degani. Bu pulga bir necha marta dori olish, kommunal to'lovning bir qismini yopish yoki navraga maktab anjomlari olib berish mumkin. Ikkinchi misol, bir opa 900 ming so'm atrofida ijtimoiy nafaqa olyapti. Agar minimal to'lovlar oshirilsa, uning summasi belgilangan yangi minimal darajaga yetkazilishi mumkin. Bu yerda foizdan ko'ra minimal kafolat muhimroq. Chunki eng kam daromadli odamlar uchun har 7 ming yoki 100 ming so'm ham sezilarli yordam beradi. Uchinchi misol. Bir aka 2.400.000 so'm pensiya oladi. Chunki staji ko'p va ish haqi yuqori bo'lgan. Agar foizli indeksatsiya bo'lsa, uning pensiyasiga qo'shiladigan summa 900.000 so'm oladigan odamnikidan ko'proq bo'ladi. Ba'zi tomoshabinlar nega unga ko'proq, menga kamroq deb savol beradi. Sababi pensiya avvalgi mehnat hissasi hisoblangan, bazaga bog'langan. Ammo minimal pensiya oluvchilar uchun alohida kafolatlar qo'llanilishi ham mumkin. 4-misol. Bir oilada o'quvchisini yo'qotgan 2 farzand bor. Ular har oy umumiy hisobda 1.300.000 so'm oladi, deylik. Indeksatsiyadan keyin bu summa oshsa, onaning qo'lida bolalarning oziq-ovqati, kiyimi va o'qishi uchun qo'shimcha imkoniyat paydo bo'ladi. Lekin bu oila farzandlarining o'qish holati, yosh chegarasi, hujjatlari, bank kartasi ma'lumotlari to'g'ri ekanini tekshirish kerak. 5-misol. Bir pensioner uzoq yillar qishloq xo'jaligida ishlagan, lekin eski davrdagi mehnat daftarchasida ayrim yozuvlar noaniq. U hozir minimalga yaqin pensiya olyapti. Indeksatsiya bo'lsa ham. Staj to'liq tasdiqlanmagan uchun uning pensiyasi aslida bo'lish kerak bo'lgan darajaga chiqmaydi. Bunday odamlar oshirilgan pensiya tushdi. Demak, hammasi joyida deb o'ylamasligi kerak. Asosiy masala staj va ish haqi hujjatlarini qayta tekshirtirishdir. Agar sizning pensiyangiz yillar davomida muntazam tushib kelayotgan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilangan bo'lsa, yashash manzilingiz va telefon raqamingiz tizimda to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, ko'p hollarda indeksatsiya avtomatik hisoblanadi. Sizdan alohida ariza talab qilinmasligi mumkin. Shuningdek, yaqinda pensiyaga chiqqan, barcha hujjatlar elektron tartibda kiritilgan, ish staji va ish haqi ma'lumotlari tasdiqlangan odamlar ham odatda kamroq muammoga duch keladi. Chunki ularning pensiya ishi yangi tizimda rasmiylashtirilgan bo'ladi. Lekin men baribir shuni maslahat beraman, pul tushgan kunyoq summani tekshiring, oldingi oy bilan solishtiring. Agar oshish bo'lishi kerak, lekin umuman farq sezilmasa, bankdan yoki mobil ilovadan ko'chirmani oling va pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Keyingi oy qo'shilib tushar deb kutib o'tirmang. Ba'zan texnik xato bo'lishi, bank rekviziti noto'g'ri bo'lishi yoki pensiya ishidagi ma'lumot yangilanmagan bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda mehnat daftarchasida eski yozuvlari bor odamlar ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, korxona nomi o'zgargan, muhr xira bosilgan, ishga kirgan yoki chiqqan sana aniq ko'rinmaydi. Lavozim nomi tushunarsiz yozilgan bo'lishi mumkin. Bunday mayda ko'ringan xatolar pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Ikkinchi toifa chet elda ishlagan yoki bir necha davlatda mehnat faoliyati bo'lgan odamlar. Ularning staji qanday hisoblanadi
qaysi davr tasdiqlangan, qaysi davr pensiya ishiga kiritilmagan, buni alohida tekshirish kerak. Har bir mamlakat bilan tartib bir xil bo'lmasligi mumkin. Uchinchi toifa qayta turmush qurgan, familiyasi o'zgargan, hujjatlari yangilangan ayollar. Masalan, mehnat daftarchasidagi familiya bilan hozirgi ID kartadagi familiya mos kelmasa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. 4-toifa nogironlik pensiyasi oluvchilar. Agar tibbiy qayta ko'rik muddati yaqinlashgan bo'lsa, hujjat kechiksa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Indeksatsiya bo'lsa ham, asosiy hujjat muddati o'tgan bo'lsa, muammo chiqadi. 5-toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi talabalar. Agar farzand 18 yoshdan oshgan bo'lsa va kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa. Odatda o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Ma'lumotnoma o'z vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtab qolishi ehtimoli bor. Eng ko'p uchraydigan xato shuki, odam bank kartasiga tushgan summani pensiya hisobining o'zi deb o'ylaydi. Aslida ayrim hollarda kartadan qarz, aliment, kredit, undiruv yoki boshqa ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Sizga hisoblangan pensiya boshqa. Qo'lingizga tushgan summa boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya oshganini tekshirganda faqat SMSga qaramang. Hisoblangan summa ushlab qo'lingan summani alohida ko'ring. Ikkinchi xato. Qo'shnining pensiyasi bilan o'zingiznikini solishtirish. Ikki odam bir mahallada yashashi, bir yoshda bo'lishi mumkin, lekin ularning staji, ish haqi, imtiyozi, pensiya tayinlangan sanasi, hujjatlari butunlay boshqa bo'ladi. Shuning uchun falonchiga 200 ming qo'shilibdi, menga 120 ming qo'shilibdi, demak meni aldashdi deb darhol xulosa qilmang. Avval hisob kitobni ko'ring. 3-xato rasmiy e'lonni kutmasdan. Ijtimoiy tarmoqlardagi har xil raqamlarga ishonish. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Pensiya masalasida faqat rasmiy manbaga, pensiya jamg'armasi xabariga, prezident farmoni yoki hukumat qaroriga, mahalliy bo'limning yozma javobiga tayaning. Telegramdagi hamma pensionerga falon million qo'shiladi degan gaplar ko'pincha noto'g'ri talqin bo'ladi. 4-xato og'zaki javob bilan cheklanib qolish. Agar siz pensiya jamg'armasiga borsangiz va hammasi to'g'ri deyishsa, lekin sizda aniq shubha bo'lsa, yozma murojaat qiling. Yozma murojaatga yozma javob beriladi. Yozma javob keyingi bosqichda huquqingizni himoya qilish uchun asos bo'ladi. 5-xato hujjatlarni uyda tartibsiz saqlash. Pensiya masalasida mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi haqida ma'lumotnoma, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik haqidagi hujjat, bank rekvizitlari juda muhim. Bularning nusxasi alohida papkada bo'lishi kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz, siz nima qilishingiz kerak. Men buni oddiy amaliy tartibda tushuntiraman. Birinchi qadam, iyul oyidagi pensiya summangizni yozib qo'ying. Masalan, daftar yoki telefoningizga iyul pensiyasi 1 million dirham 60 ming so'm deb qayd qiling. Keyin avgust oyida tushgan summani solishtirasiz. Shunda o'sish bo'lganmi, qancha bo'lgan, aniq ko'rasiz. Ikkinchi qadam, bank kartangiz faol ekanini tekshiring. Karta muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi, bank ilovasiga kira olasizmi? Telefon raqamingiz kartaga ulanganmi? Bularning hammasi muhim. Ba'zi odamlar pensiya kechikdi deb o'ylaydi. Aslida karta muddati tugagan bo'ladi. 3-qadam, pensiya jamg'armasidagi shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. ID karta, pasport, yashash manzili, telefon raqami, familiya, ism, otasining ismi to'g'ri yozilgan bo'lishi kerak. Agar hujjat almashtirgan bo'lsangiz, eski ma'lumot tizimda qolib ketmaganini aniqlang. 4-qadam. Mehnat stajingizni tekshiring. Ayniqsa eski davrlarda ishlagan bo'lsangiz, mehnat daftarchangizdagi barcha yozuvlar pensiya ishiga kiritilganmi? Arxiv ma'lumotnomalari bormi? Ish haqi ma'lumotlari hisobga olinganmi? Buni so'rang. Agar siz 35 yil ishlagan bo'lsangiz, lekin tizimda ilm tahsil ko'rinayotgan bo'lsa, bu sizning pensiyangizga bevosita ta'sir qiladi. 5-qadam, agar pensiya oshishi sizga qo'llanmagan deb hisoblasangiz, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdori avgustdan amalga oshirilgan indeksatsiya bo'yicha qayta hisoblangan yoki hisoblanmaganini tushuntirib berishingizni, pensiya hisob kitobim bo'yicha yozma ma'lumot taqdim etishingizni so'rayman. Albatta, arizada ism, familiya, JSSSHIR, telefon raqami, manzil va sana ko'rsatiladi. 6-qadam, arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, bank rekviziti, mehnat daftarchasi nusxasi,
arxiv ma'lumotnomalari, kerak bo'lsa nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat. Asl hujjatlarni topshirib yubormang. Faqat ko'rsatish talab qilinsa ko'rsating. Topshirishda esa nusxa qoldiring. 7-qadam. Murojaatingiz ro'yxatdan o'tganini tasdiqlovchi raqamni oling. Bu juda muhim. Agar siz faqat kirib gaplashib chiqsangiz, keyin men murojaat qilgandim deb isbotlash qiyin bo'ladi. Ro'yxat raqami bo'lsa, javob muddatini kuzatishingiz mumkin. 8-qadam. Javobni tushunmasangiz, yana izoh so'rang. Pensiya hisob kitobi oddiy odamga murakkab ko'rinadi. Staj koeffitsiyenti, o'rtacha ish haqi. Bazaviy miqdor, ustama, minimal miqdor degan tushunchalar bor. Siz bularni tushunishga haqlisiz. Mutaxassis sizga hisob kitobni oddiy tilda tushuntirib berish kerak. Men bu masalani faqat raqam sifatida emas, hayotiy jihatdan ham ko'rish kerak deb hisoblayman. Pensionerlarimizning asosiy xarajatlari ko'pincha dori-darmon, oziq-ovqat, gaz, elektr, suv, transport va nabiralarga yordamdan iborat. Pensiya 100 ming yoki 200 ming so'mga oshsa ham. Bu ayrim oilalarda bir haftalik non va sut puli, bir oyga yetadigan dorining bir qismi kommunal to'lovning yarmi bo'lishi mumkin. Lekin shu bilan birga pensiya oshishi narxlar oshishiga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Bozorda narxlar ko'tarilsa, qo'shimcha pulning qiymati tez kamayadi. Shuning uchun men pensionerlarga birinchi navbatda majburiy xarajatlarni oldindan rejalashtirishni maslahat beraman. Masalan, pensiya tushgan kuni avval dori, kommunal to'lov, oziq-ovqatning asosiy qismini ajrating. Keyin qolgan pulni boshqa xarajatlarga bo'ling. Agar kredit yoki qarz bo'lsa, bankdan ushlab qolishlar miqdorini tekshiring. Farzandlarga ham aytmoqchiman. Ota-onangiz pensiya olayotgan bo'lsa, ularga faqat pul tushdimi deb so'ramang. Birga o'tirib qancha tushganini oldingi oyga nisbatan farqli hujjatlar joyida ekanini tekshiring. Ko'p ota-onalar hujjat ishlari bilan ovora bo'lishga qiynaladi. Navbatda turish, ariza yozish, bankka borish ularga og'ir. Farzand sifatida bu masalada yordam berish katta savob va amaliy yordamdir. Birinchidan, pensiya jamg'armasining rasmiy xabarlarini kuzating. Ikkinchidan, prezident farmoni yoki hukumat qarori e'lon qilingan bo'lsa, undagi sanaga e'tibor bering. Ba'zan qaror 1 avgustdan kuchga kiradi. Lekin to'lov texnik sabablarga ko'ra bir necha kun farq bilan tushishi mumkin. Bu kechikish har doim ham muammo degani emas, lekin uzoq cho'zilsa albatta murojaat qilish kerak. Uchinchidan, mahalladagi gap so'zlarga ehtiyot bo'ling. Kimdir hamma bir xil oladi deydi. Kimdir faqat minimal pensiya oshadi deydi. Kimdir ariza bermasang oshmaydi deydi. Aslida qaysi toifa uchun qanday tartib qo'llanishi rasmiy hujjatda belgilanadi. Shuning uchun men doim tomoshabinlarga aytaman. Eshitgan gapni tekshiring, tekshirmasdan qaror qilmang. 4-dan, agar sizda internet bo'lmasa, tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki mahalla mas'ullariga murojaat qiling. Lekin yakuniy hisob kitobni faqat vakolatli organ tasdiqlaydi. Mahalla sizga yo'l ko'rsatishi mumkin, ammo pensiyani hisoblab beradigan idora pensiya jamg'armasidir. Demak, 1 avgustdan pensiyalar indeksatsiya qilinishi haqidagi xabar pensionerlar uchun juda muhim. Bu oshirish yoshga doir pensiya oluvchilar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va ijtimoiy nafaqa oluvchilarga taalluqli bo'lishi mumkin. Lekin har bir odamning qo'liga tushadigan qo'shimcha summa bir xil bo'lmaydi. Hammasi pensiya turi, staj ish haqi, hujjatlar va tizimdagi ma'lumotlarga bog'liq. Men sizga asosiy tavsiyani yana bir bor aytaman. Iyul va avgust pensiyasini solishtiring, bank kartangizni tekshiring, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Stajingiz to'liq hisoblanganini aniqlang. Shubha bo'lsa yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Siz o'z mehnatingiz bilan topgan pensiyangizni to'liq olishga haqlisiz. Agar sizning pensiyangiz oshsa, qancha qo'shilganini izohlarda yozib qoldiring. Boshqa tomoshabinlar ham solishtirib vaziyatni tushunib oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki bu ma'lumot bugun sizga kerak bo'lmasa, ertaga ota-onangizga, qo'shningizga yoki qarindoshingizga kerak bo'lishi mumkin. Men esa sizlarga pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam va qonuniy huquqlar bo'yicha eng muhim yangiliklarni sodda va tushunarli qilib yetkazishda davom etaman.